Assalomu alaykum. Hammaga mana bugun quvonchli kun. 30 yilligimiz maktabni bitirganimizni. Xudo xolasa maktabga. Bizi bir işler edin. Kurtarma ya. Ha kurtarma. Ben yaklaşım telefon okumayalım. Ben özüm ders. Oğlum menga o'xshaysan lekin sen. Ana otangga chiqmoqma imon saqla. Parvozga shaylanlar bugun do'stlarim oqyoldalarning aziz ustozim. Ko'zlarim kuladi, ko'ngil yig'laydi. Tillarimiz xayr deb dil ketma deydi. Ketmoqdamiz ko'zimizda yosh, xayrlashib bugun bardosh, jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Xayr maktab, xayr sinfdosh. Qalbimizda shodlik yog'amlar, shirin damlar, baxtiyor damlar. Xayr maktab, xayr sinfdosh, kelajakka quchoq. O'g'illiklarni ularning ko'zlaridan, yurish-turishidan bugungi davraga o'zgacha fayz bag'ishlab, barchani o'zlariga rom etishdi. Marhamat aziz bitiruvchilar. Aziz ustozlar, assalomu alaykum o'quvchilar, assalomu alaykum qadrdon sinfdoshlarimiz. Mana bugun shunaqangi bir hayajonli daqiqalarga bizlar shu maktabimizga bizlar uchun qadrdon bo'lgan, bizlar uchun hamma narsadan ustun desak ham arziydigan qadrdon maskanimiz, bilim o'chog'imizga kelish nasib qilgan ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shu fursatdan foydalanib biz hammaga bir hayajon ulashish maqsadida bizlar haqiqiy rostmanasiga bolalikka qaytishni bizlar bugun chin dildan xohladik va shu narsaga erishdik. Mana bugun bitirayotgan o'quvchilarga omad tilaymiz. Hammalaringizni hayot ostonalaringiz juda ham farovon bo'lsin. Hech qachon qoqilmanglar. Hayotda hammalaring o'z o'rnlaringni topinglar deb tilak bildiramiz. Bizlar ham yosh bola bo'lmadik. Salkam 50 ni urib qo'ydik. Lekin hali ham ko'nglimiz o'sha yosh bolalardekmiz. Mana shu maktabga kirib kelishimizni o'zi bizga juda ham hayajonli bo'ldi. Juda ham nima deydi, bizlar uchun bu ostona har kuni kela olmaydigan joy. Bir sabab bilan mana 30 yilligimiz sabab bilan keldik. Shu fursatdan foydalanib hammaga tashkilotchilarga ham rahmat deb qolamiz. Shu maktab uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Ustozlarga rahmat. Mana shu maktabdan chiqib ketdik. Mana shu maktabdan bilim oldik. Hammamiz hayotda o'z o'rnimizni topdik. Xudoga shukr, mana shu maktabimiz bilan faxrlanamiz. Hozir mana
do'stim Qilichev gapiradi. Keyin ruxsat bersalaringiz yana bir yoshlikni eslab 5 ta o'g'il bolani chaqiramiz. Qani galstuk taqish esimizdan chiqmabdimikan? Haqiqiy bugun bolalikka qaytamiz. Ruxsat bersalaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustozlar. To'g'risini aytganda juda ham hayajonlanib ketyapman. Shu maktabdan hayotga chiqqanmiz. Bu maktab bizni yuragimizda qolib ketgan. Avvalambor ustozlarga mingdan ming rahmat. Hayotda o'zimizni o'rnimizni topib ketishda birinchi sababchi ular. Bitirayotganlarga omad tilaymiz. Maktabda hali o'qiydiganlarga ustozlarni hurmat qilishlarini, yaxshi bilim olishlarini so'rab qolamiz. Yana bir bor tashakkur, hammanglarga rahmat. Ana shu bir parcha qizil maychiral biz uchun bizni davrimizda juda ham bir qadrli bo'lgan. Shu galstuk bo'lmasa bizlar kira olmasdik. Linikalarda bizlarni chiqarib sharmanda ham qilishgan, qolib ketgan bo'lganda o'g'il bolalarimizniki g'ijim yirtilgan bo'lsa ham taqqanmiz. Shu bir parcha material bizlarning qalbimizda qolgan. Mana bizlarning o'g'il bolalarimiz qani bugun galstuk taqish esidan chiqib ketmabdimi? Ko'ramiz. Çünkü bular o'zi ikkichi edi. Mana ikkichi bolalarimiz hali ham galstuk taqishni bilmaydi, lekin faxrlanamiz biz. Bu sinfdoshlarimiz bilan faxrlanamiz. Mana haqiqiy bolalikka qaytdik. Bugungi kunda ertaga topib bo'lmaydi. Shuning uchun rostmanasiga bolalikka qaytdik bugun. Juda ham gashti boshqacha. Yana bir bor bolalikni juda ham chin ko'ngildan his qildim. O'rtog'im ham mana. Bu davrlar qaytib kelmaydi, lekin shuni bilsak ham biz bir kunga qaytdik bolalikka. Sinfimizga qadrli bo'lgan sinf, lekin mana shu partalarga biz vaqtida siqqan ekanmiz. Hozir biz uchun bu kichkinagina parta, lekin shu partalarda o'tirganmiz. Ulg'ayganligimizni hozir his qildim. Hali ham yoshsiz. Hali ham bitiruvchisiz. Yaxshimisiz? Dahshat syomkachi ekanman. Endi boshqa yaxshiroq qo'shib qo'yinglar, qanday chiqib